Dunyo xaritasiga nigoh tashlasak, Markaziy Osiyoning yuragida bir zamin bor. Bu O'zbekiston. Uning sharqida esa hayot va baraka maskani bo'lgan Farg'ona vodiysi joylashgan. Vodiy bag'rida tarix va tabiat uyg'unlashgan hudud Namangan viloyati. Ana shu viloyatning muhim nuqtalaridan biri Uchqo'rg'on tumani. Biz bugun sizni aynan shu maskanga, Uchqo'rg'onga yetaklaymiz. Bilasizmi? Dunyoda Yaponiya kunchiqar mamlakat hisoblanadi. Bizda esa shunday joy borki, quyoshni birinchi bo'lib qarshi oladi. Bu Uchqo'rg'on. Uchqo'rg'on nafaqat quyoshni birinchi bo'lib qarshi oladi. Qolaversa, butun Farg'ona vodiysi bo'ylab suv aynan shu Uchqo'rg'on tumani orqali o'tadi. Manbalarga qaralsa, Uchqo'rg'on tarixi aniq bir yildan boshlanadi. O'sha yil bugungi Uchqo'rg'on uchun start bo'lgan. Tarixdan ma'lumki, Uchqo'rg'on 200 yil oldin ham 3 ta qo'rg'on degan nomdan paydo bo'lgan deb tarixchilarimiz aytadi. Kasbchilik, hunarmandchilik, undan keyin texnikalar boshqalari qilish uchun ham bizda korxonalar sekin-sekin kichkina nima bo'lib boshlanib, shu 35-yili yana keyin 45 ming xalq bilan u paytda shunaqa aytilardi, O'zbekiston SSR Oliy Sovetining sessiyasida tasdiqlanib, Uchqo'rg'on tumani tashkil etiladi. Birinchi keyin mana shu tuman sifatida faoliyat ko'rsatishni boshlaydi. Yillar o'tib, shahar tobora kengaya boshladi. Bu jarayon tasodifiy kechmadi. Buning ortida bitta muhim omil bor edi. Norin daryosi. Aynan shu daryo hisobiga Farg'ona kanali shakllandi va u butun hududni suv bilan ta'minlab, qishloq xo'jaligi, turmush va iqtisodiy hayotga yangi surat olib kirdi. Bu Norin daryosi Tianshan tog'laridan boshlanib keladi. Bu eng birinchi boshlanish joyi To'xtaqul suv omboridan boshlanadi. Norin daryosida hozirgi kunga kelib, mana ko'plab GESlar qurildi, mana yillar davomida. Endi birinchi bizga yaqinroq, tanishroq GES mana Uchqo'rg'on GES deymiz. Xalq tilida bu Norin GES deyishadi. Aslida Uchqo'rg'on GES. Bu sobiq ittifoq davrida qurilgan, bu ham 1956-yil boshlab 64-yilda tugatilgan. Shu Uchqo'rg'on GESidan boshlanib Uchqo'rg'on tuman hududiga kirib keladi Norin daryosi. Uchqo'rg'on tuman hududida 32 kilometrdan oshiqroq masofada Uchqo'rg'on tumanidan o'tib ketadi. Daryoning yana bir ajoyib xususiyati shuki, bizni Uchqo'rg'onimizni bir katta shaharlarga tenglashtirgim keladi. Sababi mana Temza daryosi bor, Londonni markazini kesib o'tadi. Nyu-Yorkda Gudson daryosi, shunga o'xshab mana Parijda Sena daryosida, Uchqo'rg'onda ham Norin daryosi Uchqo'rg'on shahrining ichidan o'tib ketgan. Ilgari Uchqo'rg'on shahrida edi, Uchqo'rg'on shahrining ichidan o'tgan. Bunaqangi nima juda ham kamdan kam. Tabiat, bunaqangi bir toza havo, toza suv, Norin daryosining suvini to'g'ridan-to'g'ri ichimlikka yaroqli hisoblanadi. Mana qishchi chillasida, parash kiyimda syomka qilishga nechchi. Suvlar to'lqin. Yo, unaqa emas. Daryo toshqin aytilmaydi. Daryo toshqin, suvlar to'lqin, o'tolmayman ey. Xo'p. Otim oriq, manzili uzoq, yeta olmayman ey. Bo'lashini aytaman. Uchqo'rg'on tumani bu Farg'ona vodiysining suv arteriyalarini boshlanishi hisoblanadi. Mana Uchqo'rg'on tumanidan katta Andijon kanali Uchqo'rg'on tumanidan boshlangan, katta Farg'ona kanali Uchqo'rg'on tumanidan boshlangan. Mana ko'rib turganimiz Shimoliy Farg'ona kanali Uchqo'rg'on tumanidan boshlangan. Hatto mana hech qancha emas, mana 8 kilometr tepaga chiqsak, katta Namangan kanali ham shu deyarli bizga tutash hududdan boshlanib ketgan. Demak, shu Farg'ona vodiysini asosiy suv bilan ta'minlovchi barcha suv arteriyalari Uchqo'rg'on tumanidan boshlanadi. Shuning uchun ham Uchqo'rg'on tumanimizni bir jannat makon joy deb hisoblaymiz.
qilishim sabab boshida juda ham tarixiy joy turibmiz hozir biz. Eng qizig'i mana bu ko'rib turgan adirliklar mana shu yerdan qo'ylab ota-bobolarimiz ya'ni yelkalarga aravachalar qilib qo'ylab toshlarni turpog'ini olib chiqib adirlik qilishganda. Bu o'zimizdan bitib qolgan adirlik emasda, qara. Qanday tarixiy joyda. Ya'ni o'sha 44 kunda qo'ylab shu adirliklarni barpo qilishganda. Haqiqatan ham 45 kunning ichida 100 minglab inson qo'l mehnati orqali shunchalik kanalni barpo qilgan. Albatta bu oson ish emas. O'tmishda shunday ota-bobolarimiz qilgan mehnatini biz qadrlashimiz kerak. Kanallar to'g'risida gap ketganda bitta narsani aytish kerak. Biz yana faxr bilan aytamiz, Katta Farg'ona kanali. Bu butun respublikamiz, joiz bo'lsa butun Markaziy Osiyoga mashhur kanal. 1939-yilda xalq hashar yo'li bilan 45 kunda qurib bitirilgan shu kanal. Kanalning uzunligi 350 kilometr. Ya'ni bu yerda dapotga ketmon bilan. Ha, qo'l kuchi bilan, ketmon bilan dapotga shu haligi zambar orqaga shunaqangi pahlavon otalarimiz, ajdodlarimiz juda pahlavon bo'lishganki, ular shu orqalarida shunaqangi moslamalar bo'lgan. Tuprog'ini shu solib turilganda shundan ko'tarib olib chiqib shu kanal shu xalq kuchi yordamida qazilgan kanal. 282 kilometr shu O'zbekiston hududida, ya'niki bu oxiri kanalning oxiri 42 kilometr qismi Tojikiston qo'shni Tojikiston davlatiga kirib boradi. Hozirgi So'g'd viloyatining Ash tumaniga. Kanal salkam 360 ming gektar yer suv bilan ta'minlaydi. Haqiqiy xalq kanali hisoblanadi. Sababi shu 1939-yilda 45 kunda hech qanday texnikalarsiz faqatgina shu inson kuchi bilan qo'lda kavlangan kanal hisoblanadi. Kanalning yana bitta juda ham ajoyib xususiyati bor. Shunaqangi bu kanal o'zini o'zi yuvadi. Bu kanalni hech qachon ekskavator yordamida tozalash, kavlash ishlari bo'lmaydi unda. Kanal proyekt shunaqangi tanlanganki, kanal o'zini o'zi yuvadi, o'zini suvi o'zini yuradi. Shuning uchun layiqqa o'tirmaydi kanalga. Shunaqangi proyekt shunaqangi qilingan. Katta Farg'ona kanalini kavlanishdan mana ruhlanib boshqa bo'lib, mana Shimoliy Farg'ona kanali ham xuddi shunday. Bu ham aholi tomonidan shu qo'l kuchi yordamida endi unda texnikalar ishlatilgan, lekin bunda ham aholi hashar yo'li bilan bu katta Shimoliy Farg'ona kanalini ham shu hashar yo'li bilan qurishgan 40-yilda. 40-yilda. Bu 39-yilda, bu 40-yilda qurilgan. Eng mashhuri albatta Katta Farg'ona kanali har tomonlama, sababi suv sig'imi ham juda katta, sug'oradigan maydoni ham aytdim 360 ming gektar sug'oradi. Farg'ona kanali bu faqat suv yo'li emas, u butun bir hududning taqdirini o'zgartirgan hayot manbai bo'ldi. Kanal orqali suv kelishi bilan ilgari bo'sh va yovvoyi bo'lgan yerlar asta-sekin jonlana boshladi. Yangi maskanlar, yangi qishloqlar vujudga keldi. Ana shunday maskanlardan biri Qo'g'ay qishlog'i edi. Qo'g'ay qishlog'i 1929-yilda tashkil topgan. Shu vaqtga qadar bu yerlar asosan qamishzor va botqoqlikdan iborat edi. Keyinchalik hududga turli millatlar kelib yashashni boshladi. O'zbeklar, ruslar, tojiklar, qirg'izlar, qozoqlar, hattoki nemislar va greklar ham o'z uylarini qurib, birga tinch yashashdi. Ular har xil millatdan bo'lishiga qaramay, do'stona va inoq hayot kechirishdi. Tabiiy sharoit qiyin bo'lsa-da, aholi bu hududni mehnat va iroda bilan rivojlantirib, yashash uchun qulay maskan yaratdi. Tarixiy manbalarga qaraganda bizni Qo'g'ayimiz o'zi o'sha 29-yillarda tashkil bo'lgan. Asosan bizni Qo'g'ayimiz o'sha qamizdorlardan qo'g'a deyilgan, o'sha qamizdorlardan iborat bo'lgan. Endi bu Qo'g'ayimizga asosan
chetdan kelgan odamlar, mana Chortoqning Karaskonidan, To'raqo'rg'ondan to'ralar o'sha paytda qochib sheyga kelib endi panoh topib, shu Qo'g'ayda o'sha tashkil bo'lishiga ular sababchi bo'lgan. Sekin-sekin keyin o'sha Lenin kolxozi bo'lgan. Undan keyin mana Mesxeti turklar bilan Qrim tatarlar surgun bo'lganda Babenka degan o'sha komendanti bo'lgan. Shu komendant ularda olib kelib mana shu bo'limlarga joylagan. Bu Qo'g'ayda bo'limi o'sha 7 tadan iborat. Shu 1-bo'limdan 7-bo'limgacha deganda ashida o'sha turklar, Qrim tatarlar shu o'zbeklarga qondosh, yondosh, yelkadosh bo'lib turib, shu sovxozimizni, Lenin sovxozini rivojlanishiga ular ham o'zini hissasini qo'shishgan. Ko'p haligi bir millatli bo'lganligi uchun asta-sekin tojiklar ko'chib kelgan. Tojiklar ko'chib kelgandan keyin mana paxta zavodida ishlashgan, bular ham o'sha yonma-yon bo'lib Qo'g'ayimizni ko'rkiga ko'rk qo'shilib boravergan. 914-yil Qo'g'ayda o'sha temir yo'l stansiyasi qurilgan. Mana hozirgacha turibdi. Menda surati ham bor. Vaqtlar keldi, mana qayta qurilish bo'ldi, boshqa bo'ldi, kimlardir ketdi o'zini yurtiga. Hozirgacha mana shu telefon qilsa yig'lab, Qo'g'ay qalay, Qo'g'ay tuzukmi deb, mana tatar bormi, turk bormi, o'ris bormi so'raydi-da bizdan. Ha, biz endi o'sha hozirgi bo'layotgan mana chiroyli ishlarni hammasini aytib beramiz. Shu ko'nglida bir quvonch bilan duo qilib turinglar, bir Alloh nasib qilsa borib Qo'g'ayimizni ko'rsak deydi. Ashida park Perumay derdi, kichkina bitta nimacha bo'lar edi, bog'cha bo'lar edi. Shu bog'chada kechqurun tansa bo'lar edi. Endi hamma millat bor. Shu o'zbeki, karisi, o'risi, greki deysizmi, tojik deysizmi, nemis ham hattoki bor edi. Hech qanaqa bir janjalsiz, boshqasiz shu hamjihatlikda shunaqa tadbirlar ashida o'tar edi. Tumanimizga kelgan mehmonlar shu bizni Qo'g'ayimizga kelib yaxshi kayfiyatda ketardi. Qo'g'ay Uchqo'rg'on hududidagi qishloqlardan faqat bittasi xolos. Bu yerda har bir qishloqning o'z tarixi, o'z yo'li va o'z hayoti bor. Ayrimlari mehnat va dehqonchilik bilan tanilgan. Ularning barchasini birlashtirib turadigan jihat esa Uchqo'rg'on va asrlar davomida shakllangan yashash tarzi. Endi esa Uchqo'rg'on tumanidagi qishloqlar haqida umumiy ma'lumotga nazar tashlaymiz. Uchqo'rg'on endi tarixiy manbalarda azal yaralish tarixi juda qadimga borib taqaladi. Chunki bilasiz, millat elatlar aholi vakillari bevosita daryo bo'yida yaqin joyga joylashgan. Shu joyda keyin yashagan. Uchqo'rg'on tumani ham demak bundan bilish mumkinki, juda ham bir tarixiy joyligi aniq. 1935-yil 28-iyulda Uchqo'rg'on tumani deb tashkil topgan. Uchqo'rg'on tumanida hozirda 61 ta mahalla bor. 185 ming aholisi bor. Meni endi Uchqo'rg'on tumanida bir 15 ga yaqin mahallalarimizning nomi shu tarixiy. Eshitsangiz quloqqa boshqacha chalinadi. Masalan, shu tarafdan kirib kelaylik, Norin tomondan kirib kelsak, birinchisi Elatan mahallasi. Endi bu Elatan so'zini o'zbekchada lug'aviy ma'nosini men qidirdim, topa olmadim, lekin o'sha elatanliklardan so'rasam, bu yerdagi el har xil millatli ellar yashagan, haligi. Bir-biri bilan bir tanu bir jon bo'lib yashagan. Bu yerdagi el tan bo'lib yashaydi. Ya'ni Elatan so'zi shundan kelib chiqqan ekan. Sal beriroqqa kelsangiz, Eshon to'pi degan mahalla bor. Buni yonida Yashiq degan mahalla bor. Endi Yashiq bu men oddiy yashiqchilardan kelib chiqqan bo'lsa kerak desam, bu Yashiq so'zi yo'q. Yoshuk so'zidan olingan ekan, ya'ni quyosh chiqish degan ma'noni anglatar ekan. Bu so'z qaydan kelib chiqqan? Shu Xudoyorxon davrida shu Namangan tumanlari hududlaridan o'tib ketayotganda bu tarafga qarab yo'l qayer desa, bu yerlar qamishzor bo'lgan, daryo bo'yi degan. Demak, qamish ekin eksa bo'ladigan yerda o'sadi. Bu yerni sizlar ochinglar, kashf qilinglar deb turib, o'sha paytda Eshon deyilgan tadbirkorlarni, investorlarni shu Eshonlarni hozirgi Eshon to'pi qishlog'imizga tashlagan. Keyin o'shalar sekin-sekin yerlarni ochib bu tarafga qarab yurishgan. Endi o'sha quyosh chiqadigan tarafga qarab yurib, qayerga ketyapsan desa, Yashuk tarafga bo'lib, keyin u shevalarda, jargonlarda mana Yashiq mahallasiga aylandi. Undan sal beriroqqa kelsangiz, Yopusxon degan mahallamiz bor. Yopusxon so'zi qanday ma'noni bildiradi?
O'sha qamishni ortida yov pisib yotibdi. Yov pisgan joy degan Mana ma'no. qayerdan kelib chiqqan? Endi qozoq ovul, qozoqlarning ovuli. Sal beriroqqa kelsangiz Qayqi degan qishlog'imiz bor. Qayqi demak mana shu daryo, o'sha Norin daryosi Qayqiga borganda burilibroq, demak qayrilish degan ma'noni bildiradi. Yo bo'lmasam uychiliklar Qayqiga qayiqda o'tishgan ekan. O'sha qayiq so'zi qayiq so'zidan ham olingan deyiladi. Yana bir qishlog'imiz bor, Oqtovliq degan qishlog'imiz bor. Uni so'zini ma'nosi nima ekan desak, u qishloqqa o'sha Oqtoq qishlog'idan odamlar kelib, bizda shu qunum topgan ekan. O'sha qishloqliklar qayerliksizlar desa, Oqtoqdanmiz deb Oqtovliq bo'lib ketgan ekan. Mana bizda hozir Bahrobod deydi, lekin azalda Parakanda deb atalgan. Shu Parakanda degan qishlog'imiz bor. Hamma Parakanda nima desa Parokanda deydi. Yo'q, u Parokanda so'zdan olinmagan ekan. U yerda bir chiroyli ayol bo'lgan ekan. Shu ayolga bir insonni ta'rifi pari ekanda deb nom bergan ekan. Shu so'zdan kelib chiqqan ekan. Endi sal nariroqqa borsangiz, qishlog'imizning nomi Yog'du degan qishloq bor. U Yog'du so'zi qayerdan kelib chiqadi? O'zbekistonda birinchi bo'lib quyosh Uchqo'rg'on tumanidan chiqadi. Chunki quyosh chiqadigan tarafda joylashganda. Ana endi o'sha Uchqo'rg'on O'zbekistonning quyosh chiqadigan tumani bo'lsa, Uchqo'rg'onning quyosh chiqadigan qishlog'i bu Yog'du qishlog'i. Endi bu haqida juda bir ajoyib qishloqlarimiz ko'p. Endi meni yodimga kelganlari shu, kelmaganlari bo'lsa, izohlarda bo'lsa yana biz bilib olamiz. Yozib qoldirishadi albatta. Ilgarilari bizda jahon bozori bo'lgan. Chunki Markaziy Osiyo davlatlarini bir-biri bilan bog'lab turuvchi bevosita darvoza tuman bo'lganda, xalqaro tuman bo'lgan. Chegara yopilib qolishi natijasida Uchqo'rg'on bir chekka hududga aylanib qoldi. Endi chekka hududga kim investitsiya kirgizgisi keladi? To'g'ri. Muhtaram yurtboshimizni odilona siyosatlari tufayli mana birgina Kengsay chegara postini ochilishi Uchqo'rg'onni bir chekka tupik rayondan darvoza tumanga aylantirdi. Mana shu chegara postini ochilishi natijasida mana buyuk Uchqo'rg'on tumanida yangi yil shukuhini ko'rdingiz, odamlar kayfiyatini ko'rdingiz. Mana hozir o'zimiz bir ochilishdan mana har kuni bitta ochilish. Qaysidir bitta tadbirkorlik obyekti ochilyapti. Nimaga? Bu yerda shunga ehtiyoj bo'ldi-da. Demak, xorijdan kelgan mehmonlar mana shu yerda choy ichishyapti, xizmat servisi ularga xizmat ko'rsatilyapti. Bu bizning xalqimizga farovonlik beryapti. Agar bilmadim, mana shu rivojlanishda, mana shu chegara postidan mana shu paytgacha mana ochilgandan bir 1,5 yil o'tgan bo'lsa, shu paytgacha rivojlanishda agar progressiyasini davom ettirishini bunday kutadigan bo'lsak, yo aritmetik yo geometrik ko'rinishda ko'radigan bo'lsak, bilmadim, poytaxt shaharlaridan kam shahar joy. Bu yer ikkinchi Istanbul bo'lib qolishi ham katta ehtimol. Qaysi shahardan shunday katta daryo o'tgan? Bu Istanbulda o'tgan xolos-da. Kichik Istanbul. To'g'ri. Bu Uchqo'rg'onni 5 yildan keyin qanday tasavvur qilasiz? Agar shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, biz mana hammamiz borib dam olamiz. Antaliya, Istanbul, endi o'sha aqlimiz yetgan joyda aytaylik, mana Dubay. Shundan kam bo'lmagan turizm tumaniga aylanadi. Shunday tasavvur qilaman. Shu 5 yil ichida ikkita proyekt, eng katta proyektni aytingchi, men nima demoqchiligingizni tushunay. Birinchi proyekt chegara postini oldida 100 gektarlik jahon bozori. Optim ulgurji jahon bozori rejalashtirilyapti. Bu Rasmi bu proyekt amalga oshsa qancha odam ishlaydi bo'ladi, qancha savdo aylanmasi bo'ladi. Ikkinchisi jinsi matolari ishlab chiqarish. Bilasiz, hozir erkaklarimiz ham, ayollarimiz ham mato jihatdan birinchi o'rinda jinsi turadi. Shu jinsi endi Uchqo'rg'onda ishlab chiqariladi. Buni nima degani? O'zingiz tasavvur qiling endi, qancha yana bu ish o'rni degani. Va uchinchisi, mana shu daryo bizdan 35 kilometr masofada oqsa, deyarli faqat oqib o'tgan holosda hech qanaqa foydalanilmagan. Mana endi biz mana shu 5 yillikda katta gigant loyihamiz bor. 100 gektar maydonda bo'sh turgan, shunchaki qarovsiz, chakalakzor bo'lib turgan maydonda turizm zonasi tashkil etilyapti. Mana shu oxirgi zamonaviy tipdagi, zamon talabiga javob beradigan, o'sha Yevropa rivojlangan davlatlardan qolishmaydigan haqiqiy turizm zonasi quriladi. Ana endi aydagi ish o'rinlarini hisoblab o'ting.
bugungi Uchqo'rg'on jadal rivojlanayotgan, salohiyati tobora kengayib borayotgan hududlardan biridir. Bu yerda hozirgi kunda zamonaviy ishlab chiqarish zavodlari va fabrikalar faoliyat yuritib, minglab, 10 minglab ish o'rinlari yaratmoqda. Qishloq xo'jaligi sohasida yetishtirilayotgan mahsulotlar, don, meva-sabzavot, poliz ekinlari barqaror o'sish sur'atiga ega. Baliqchilik va chorvachilik yo'nalishlari ham tizimli ravishda rivojlanib, sifat va hajm jihatidan yangi bosqichga chiqmoqda. Eng muhimi, Uchqo'rg'onda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bugun nafaqat ichki bozorni, balki tashqi eksportni ham ta'minlay olmoqda. Mehnatsevar xalq, qulay sharoit va katta imkoniyatlar bugungi Uchqo'rg'onning mustahkam poydevoridir. Va katta imkoniyatlar bugungi Uchqo'rg'onning mustahkam poydevoridir. Mana soat 2 bo'ldi. Renderga beryaptimi? Ey bola, montaj tayyor. Yo'q, bermaydi. Ha? Yo'q, mana hozir aytasan-da, sen chiqish qilasan hozir, yopish qilasan-da buni. Nima deyman? Aytasanki, Uchqo'rg'on bo'yicha ozgina bo'lsa ham ma'lumot bergan bo'lsak, xursandmiz. Agarda sizga qaysi tumanni ma'lumoti qiziq bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring deb yozib qol, gapir. Ha. Shuni yopish qilamiz. Bo'ldi, mana shu videoni qo'yib yuboraman. Yo'q.